Assalomu alaykum aviakassa aviakassasidan Sankt-Peterburg Pulkovadan gapiryapman. Bizi aviakassamiz adreslari Ulitsa Dom 27 korpus 1da joylashgan. Akalar biz kirdi chiqdi bilan ham shug'ullanamiz. Akalar kirdi chiqdi masalalari bo'yicha savollar bor. O'shaga biz javob bermoqchimiz. Ba'zi akalarimiz patentini to'lab 1 oylik chegin to'lamay o'tkazib qo'yib registratsiyaga qo'ya olmayapti va o'sha akalarimiz kirdi chiqdi qilsak bo'ladimi deb bizga murojaat qilyapti. Akalar bo'ladi. Kirdi chiqdi kelsa bo'ladi va shunga o'xshash ba'zi savollar patentini kuydirib qo'ysa, keyin patentini kuydirib qo'ysa akalar misol birinchi UFMSdagi ishlaydigan dokumentchilardan so'rab, buni hammasini so'rab bilib keyin bizga murojaat qilsalaringiz, biz ham bilganimizcha sizlarga podrobni aytamiz. Shu borasida kirdi chiqdi qilsa hozir akalar 10-sentyabrgacha bemalol 3 oylik kirib chiqsalaringiz bo'ladi. Hech qanaqa qaytarmaydi, hech narsa demaydi. 3 oy rabota goz qilib kirib kelib ishlab yursalaringiz bo'ladi. Lekin ehtiyot bo'lishlaringiz kerak aka. Hozir dokument bo'yicha juda ham hamma taraf jostki. 5 dokument ushlasa даже deport qilyapti, даже registratsiyalaringiz ba'zida chiqmasa ham deport qiladi akalar. Kirdi chiqdi borasi bo'yicha tojikistonlik akalarimiz qayerga borsa, Chelyabinskga, Tyumenga borsa bo'ladi. O'zbekiston akalarimizga farqi yo'q. Samara, Chelyabinskga, Tyumen, umuman farqi yo'q ularga. Keyin akalar yana boshqa savollar bo'lsa, gransiya kirdi chiqdi borasi bo'yicha bemalol biz javob beramiz. Murojaat qilaverasizlar. 1 sutkada taksi hammasi ichida bemalol uspet qilyapti va biz kelishtirib narxlarni cho'tga qilib yozib beramiz. O'zimiz aeroport Pulkovadan bezakun bo'lsa kuzatib yuboramiz. Assalomu alaykum. Mana bu tabloingiz vxod qarang. Sizga 13-vxod. Aka sizga nechinchi vxod edi? Mana bu yerga ham 13-vxod. Внутренний mana mestangiz 11Y. Xo'pmi? Pasportni bilib bermabsiz-da, bilib o'tardilaringiz. Hay, hech narsa qilmaydi. Voy. Iltimos bu yoqlarga yo'lni bilmasa o'tkazib qo'yasiz. Ha, talon agirib to'ji. Mana tamam. Ne talon agirib bo'lsa tamam. Sezdagi место. Chorum bad vxod. Mayli? Qalin chorum qo'lamiz. Hozir mana shu mana. Qarang, oldingizmi? Qaysi nimaga o'tamiz? Bitta oldikmi? Ha, ikkolangiz bitta. Aka, bularni bilmagan joyiga o'tkazib nima qiling, xo'pmi? Bu nima bo'lay? Dokumentlar ham. Sizlar nimaga? Chelyabinskga, sizga ham Chelyabinsk, manimi? Chelyabinsk. Iltimos, samolyotda o'tirish vaqti mana bu, bilasizmi? Mana bu birinchi vxod. Shunga e'tibor beringizlar, vxod almashishi mumkin, maylimi? Yana bir bor. Maylimi? Sizga ham vxod almashish. Tabloga chiqadi, tabloda ham almashtirishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'lasizlar, maylimi? Ha. Mana bu mayda televizori bor, o'shanga qarab turasizlar, maylimi? Uchsalaringiz, tudabratni betlari sirazi kuyadi, maylimi? Sizga ham shunday. Bilasizlar, hammalaringiz bilan, maylimi? 26-mesta soat 12:00 da samolyotga o'tirasizlar. 12:25 da samolyot uchadi. Tushunlaringizmi? Tamom. Mana shunda kirib ketasizlar. Vxod yozilgan. O yerda 26-27 ha. Birinchi vxodga borasizlar, maylimi? Tamom. Agar hozir shimir onlayn. Ha, onlayn ekan. Mayli. Mayli, xo'p. Agar o'zingiz baraka toping. Bo'ldi, xo'p. Mana bu vxod, xo'p, kirib ketasizlar. Sizlar hozir adilni. Ashmu aeroport? Yo'q, biletga chiqing. Сразу ayusichkina aka. Ismoil deb aytamiz akalar. Aviakassasi adreslari Ulitsa Dom 27 korpus 1da joylashgan. Bemalol murojaat qilib berasizlar. Biletlarni WhatsApp, Telegram orqali olsangiz bo'ladi. Adreslarimizni yana bir marta aytamiz. Metro Dvenkaning yonida.